Bugun yana ikkinchi oktyabr tadbirkorlar uchrashuvi kuni ekan. Bizlar hozir o'zlarimizga kerakli tadbirkor emchizlar bilan uchrashuv qilib, o'zlarimizga masalan shot ochish bo'yicha takliflarimiz bor ekan, kredit bo'yicha shot ochadigan bo'lsangizlar, bizda yana 6 oylik debit bor uni. U degani sizlar hozir pulni bir joyga chiqargan bo'lsangiz, uni ustiga olinadi. Keyin kredit liniyalarimiz bor. Kredit liniyalarimiz hozir maqsadsiz kreditlarimizda endi turli xil maqsadli yo'nalish bo'yicha beradigan 24% kreditimiz bor. 36 oyga beradi, 6 oy imtiyozga beradi. Bunda o'zingizning faoliyatingizga qarab turib, bo'lmasa boshqa faoliyat turi bo'yicha olsangiz bo'ladi. 24% dan shu tuzga tushirib beriladi. O'zingiz falon joyga chiqarib, bemalol ishlasangiz bo'ladi. Keyin dollarda kreditimiz bor. Dollarda hozir ikki tadbirkorlar to'xtatilgan emchizlarga berib turibmiz va 36 oyga 6 oy imtiyoz davri bilan 12% dan beramiz. Ulan turar joy, keyin mashinalar ham bemalol qo'ysa bo'ladi. O'zi 5 yildan oshmagan bo'lishi kerak. Yana boshqa liniyalarimiz ham bor. Hozir yoshlarga beriladigan kreditlarimiz ham chiqib turibdi. Va 18% dan 5 yil muddatga chiqqan kreditimiz bor. Buni ham shu ikki kafil bilan bemalol olsa bo'ladi, 18% dan pul o'tkazish yo'li bilan bo'ladi. Bundan ko'proqini zalog bemalol qo'yib turib olsangiz bo'ladi.